Go'dak, yosh go'dak o'zi yolg'iz qolib qolyapti ko'chada. Uni hamma yaqinlari shahid bo'lgan. Gunohlari kechirilyapti. Va Alloh taolo bularning gunohini umuman gunoh qilishini xohlamayapti. Gunohlarni har turini qilib ko'rishga imkoniyati bor. Qo'lingizda milliard dollar pulingiz bo'ladigan bo'lsa, gunohlarni shunaqa turlarini qilib yuborasiz. Inson qachon qo'rqish kerak? Inson tuganmas, o'lib bo'lmaydigan, abadiy qolish mumkin bo'lgan oxiratdagi holatda azoblanadigan bo'lsa, ana shu azobdan qo'rqish kerak. Chunki u abadiy bo'lishi mumkin. Alloh taolo biladi. Lekin bu dunyodagi abadiy emas. Bu dunyoda 100 yil savol tug'iladi. Nima uchun abadiy emas? Tug'ilgandan beri bola masalan katta kishi bo'lib o'lgunicha azoblanyapti. Yo'q. Shunda ham bu abadiy emas. Ya'ni bu insonlar o'sha ularning qo'lida shahid bo'layotgan, ularning qo'lida iblislarning qo'lida azob tortayotgan ana shu kimsalar, ana shu insonlar, kimsalar emas, ana shu insonlar, musulmonlar inshaalloh Allohning mukofotlariga loyiq. Qarang, shu darajada yaxshi ko'rar ekan Alloh taolo bu xalq. Shu darajada sevar ekanki, umuman gunoh qilishga sharoit yaratib bermayapti. Hamma narsangiz imkoniyat bo'lgan odamchi qo'rqish kerak. Chunki har bir narsaga imkoniyati bor odam deylik, hop ibodatga ham imkoniyati bordir, savob ishlarga ham imkoniyati bordir, lekin gunohga ham imkoniyati bordir uni. Uni yashash hayot tarzida gunoh uchun alohida joy bor. Nima uchun? Birinchidan unda ham nafs bor, ikkinchidan sharoit bor, imkoniyat bor. Gunohlarni har turini qilib ko'rishga imkoniyati bor. Shans bor unda. U juda ham qiyin ahvolda. Bitta narsani yaxshi tushunib olaylik. Hamma narsa imkoniyati bo'lgan o'sha millioner borku, bechara u. U juda ham qiyin ahvolda. Nimaga? Chunki haqiqiy sinovda turibdi. Qarang, hamma narsasi bor, nima qiladi? O'sha narsalarni yaxshilikka ishlatadimi? Yoki faqat kayf safoga, gunohlarga ishlatadimi? Degan bir sinov turibdi. Bu sinovdan o'tish juda qiyin. Mana shu gapirib turgan men ham, eshitib turgan siz ham qo'lingizda milliard dollar pulingiz bo'ladigan bo'lsa, gunohlarni shunaqa turlarini qilib olasiz. Xohlang. O'zingizdan taqvodor yasamang, bilmasdan gunoh qilib qo'yasiz eng kamida. Nimaga? Chunki sharoit bor. Demak, sharoiti bor odam ehtiyot bo'lsin. Alloh taolo mana bu qiynalgan birodarlarimizga shans qoldirmayapti gunohga. Shansi yo'q. Bir soat ham xotirjam emas. Bir gunoh qilib olaychi endi sal deya olmaydi. Alloh bilmayapti. Endi shayton gunohga olib kelayotgan joyda yana bomba tushyapti ustiga. Yana bir azobga duchor bo'lyapti. Go'dak, yosh go'dak o'zi yolg'iz qolib qolyapti ko'chada. Uni hamma yaqinlari shahid bo'lgan. Yoki hamma farzandi o'lgan, ota-ona qolyapti shundoq qo'lini ikki yoniga tushirib. Hatto dod faryod qilishga ovozi chiqmayapti. Kuchi yo'qligidan, qorni ochligidan. Bu qanaqa gunohni o'ylaydi? Bu buyuk bir ne'mat-ku. Alloh taolo gunoh uchun sharoit qoldirmayotganligi. Agar bizga sharoit qoldirsa, to'g'rirog'i sharoitimiz bemalolchilik bo'ladigan bo'lsa, biz qanaqa ishlarni qilib tashlaymiz? Uni qo'ying. Sharoitingiz bo'lmasdan turib, miyalarimizda ishlab chiqamiz gunohlarni. Agar mana shuncha pulim bo'ladigan bo'lsa, mana bu ishni qilaman, buni qilaman degan gunohlarni uyalmasdan o'ylaydiganlarimiz bor. Hamma o'ylaydi kerak. Bular esa hatto o'ylashga ham vaqti yo'q. O'ylashga vaqti yo'q. Hatto shu darajada poklab qo'yar ekanki, men bu holatni ko'rdim. O'sha qiynalgan onalar, bolalaridan, eridan, yaqinlaridan ajralgan, o'zi ham shahidga borib qolgan ayollar bor-ku. Ana shular alhamdulillah deyapti. Bor, ichida dod deb, qiynalib, ezilib, "Ey Allohim" deganlari ham bor. Bunga haqqi bor ularning. Lekin shulardan o'tib insonchilik poklanib tozalangandan keyin bor-ku, ustiga boshiga musibat kelganida alhamdulillah devorar ekanda. U ana shu toza insonlarda bo'lar ekan. Siz bilan bizda emas bu. Xomtama bo'lmang. Siz eshitayotgansiz ham xomtama bo'lmang, men ham xomtama bo'lmayman. Bizda emas. Boshimizga bir musibat tushib, bir qiyinchilik tushib qolsin, birorta ishimiz, bu musibat degani hozir o'sha qiynalayotganlarda 100 dan emas, milliondan biri emas, u musibatlarimiz. Xo'p, o'shani biz musibat deb ataydigan bo'lsak, bir ishimiz bitmay qolgan. Yana nimadirlar bo'lib qoldi. Biror joyda yetishmovchilik bo'lib qolganda, boshqa bo'ladigan bo'lsa, alhamdulillah degani qayerda eshitgansiz, kimda eshitgansiz? Alhamdulillah Alloh menga bir sinov beribdi, musibat beribdi degan juda kam bor. Xalqning orasida ana shunday avliyolar bor. Biz ko'rmaydigan kimsalar, insonlar bor. Lekin
99% unaqa emasda, masalan aytolmaysiz. Masalan men deyarli ko'rmaganman unaqa odam. Harakat qilib ko'radi, tanish bilishini ishga soladi, mol davlatni ishga solib ko'radi, boshqa qiladi. Eplolmagandan keyin jim qolib qoladi. O'shanda ham rahmingiz keladi. O'shanda ham Alloh taolo uning gunohlarini kechiradi degan umid qilinadi.